Yaqinda yana bir dafn bo'ldi onaxon. Endi tovutni olib kelishdi, mayit tovuq yoniga qo'yishdi. O'sha paytda endi tushuntirib turaman desam, endi farzandlar o'zligi qo'yib, bo'ldi, men tushuntirib yuboraman desam, orasidan bittasi chiqib, "Sen va shu yaqinlashma. Boshqa qilma. Aka, bu qabristonda men mas'ulman. Mabodo bir nima noto'g'ri ish bo'lib qolsa, boshqa qilsa men javobgarman. Sani qonuningdan boshqa ham hech narsa emas. Biz uchun Allohning amri" deb qoldilar. Men ham bunday qaradim-da, "Aka" dedim, "Allohning amri faqat qabr tepasiga kelganda, ko'pchilikning oldida esingizga tushib qoladimi? Yoki hech kim yo'q joyda, oilangizda yoki ko'chada yoki ish borasida ham Allohning amriga itoat qilib ishlaysizmi?" deb savol berdim. O'ylanib qarab turibdilar. "Aka" dedim, "Bu gap dedim 10 sonlicha og'izdan shunday gapirib yuboradigan gapni gapirmayapsiz siz. Din borasida Allohni eslaganda sal-pal etingiz junjib turib gapirish kerak, Allohning amrini gapirayotganda. Bu sizga zvoch emaski, chaynab turib, bundoq men bopladim deb gapirib ketargan gap emas" deb gapirdim. O'zlari shu joyda muzladilar, jim bo'ldilar. Shuning uchun bu riyokorlik yaxshi emas.